Treyderlarga achchiq botib ketsa ham bu narsani aytishim kerak. Boshqa negativlardan eshitgandan ko'ra o'zimdan eshitganlaringiz ma'qul deb o'yladim. Treyderlar brokerlar bilan shartnoma qiladimi yo'qmi ko'rib chiqamiz. 20 ga yaqin broker menga taklif bildirdi. Bittasi fiksa bilan ishlaysiz, oyma-oy pul to'laymiz dedi. Ikkinchisi qilgan depozitdan foiz olasiz, uchinchisi slif qilgandan foiz olasiz dedi. Birontasi meni qoniqtirmadi. Shunaqangi treyderlarni ko'rdimki, o'zi biron bir hayoti davomida savdo qilmagan, bironta strategiya bilmaydi, lekin obunachisi ham ko'p, xalqni ham ishontirishga harakat qiladi. Shunaqangi proyekt bo'lgan treyderlar bor, minib yurgan mashinani bir hafta haydaydi, 2 hafta haydaydi, ular hammasi rentkar bo'ladi, birov pul tikadi, shoudan brand face bo'lishi uchun. Meni vijdonim toza, men proyekt emasman, birovni aldaganim yo'q, razgon olganim yo'q. Tepadagi promokodga keladigan bo'lsak, men slifdan pul olmayman, men xudodan qo'rqaman, birovni slif qildirmayman, har doim signalimiz yurib bergan. Bonus obunachilar uchun ham foyda. Har hafta $1000 o'zim ajrataman. Eng zo'r savdo qilganlarga bo'linib beriladi. Men slifdan pul olmayman lekin.